hayotning haqiqati bugungi kunda nima ekan? Nima deb o'ylaysiz? Hayot o'zi yo'l. Biz hammamiz yo'lovchi bu hayotda. Aslida Aslida. inson umrini oxiriga qadar o'zini anglarmikan? Nima deb o'ylaysiz? 90-yillarda shu savolni matbuotda o'qigan edim va juda chiroyli bir javob berilgan edi. Shu javobni takror aytmoqchiman. Bu savolga javobni bilganlar payg'ambardir, bilmaganlar esa odamdir deyilgan edi. Haqiqatan ham hammamiz yo'ldagi yo'lovchilarimizda aslida. Nima deb o'ylaysiz? Yo'ldagi yo'lovchiga eng asosiysi nima kerak? Yo'ldagi yo'lovchiga. Yaxshi niyat. Niyatga bog'liq. Avvali niyat bo'lishi kerak. Agar niyat yaxshi bo'lsa, unga hamroh duchor bo'ladi. Bugun siz o'sha hayot yo'llaridagi bir yo'lovchi sifatida yo'lni qayerga yetib keldingiz? Qaysi manzilga keldingiz? Nima deb o'ylaysiz? Rostini aytaymi? Yolg'on ham gapirasizmi? Endi ba'zan ichimizdagi gaplarni ayta olmaymiz. Shu ma'noda. Shu ma'noda. Ammo men hali o'zimni izlayotgan yo'lovchiman. Mana avvallari ota-onangiz uchun harakat qilgan ekansiz-da, Olim aka. Ularni xursand qilish uchun. Bugun nima uchun harakat qilyapsiz? Bugun nimagadir erishish uchun harakat qilyapsizmi? Bugun kim uchun yashayapsiz? Kim uchun intilyapsiz? Shu savolingizdan qochib 6 oy sizni ko'rsatuvingizga kelmagan edim. Baribir ro'bara qildingiz bu savolga.